60 metrli avtobeton nasosimizni 1 soat ishlash narxi 1 million 300 mingni bilarmidinglar? Biz hozir Muqimiy obyektimizning 9-qavat uchun kolonna bilan diafragmalariga beton olishni boshlaganmiz. Beton olishga hamkorimiz Durable Beton. Beton quyishdan oldin har doim laboratoriyamizga birinchi kelgan mashinamizni tekshirib berishadi. Hozir mana bizning betonimiz 23 gradus chiqdi. Konus chuqurligini tekshiramiz. Konus chuqurligi 23 sm. Ana bizning laborantimiz betonimizni tekshirib berdilar. Xudo xolasa endi qo'rqmasdan betonni quysa bo'ladi. Tepada bolalar beton quyishni boshlab olishgan. Beton quyayotganda eng ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa bu albatta vibrator urish. Vibratorni o'z paytida va o'z joyiga urmasangiz, betoningiz rak tushganli bo'lib, o'z kuchini yo'qotib qo'yishi mumkin. Bizning o'zbek xalqimiz hamma narsani narx-navosiga qiziqqanligi uchun mana shu o'rinda narx-navoni aytib o'taman. Betonimiz Durable Betondan 400 markali beton. Примерно $50 dan olamiz, 65 kuba beton olamiz. 60 metrli avtobeton nasosimiz soatiga 1 million 300 dan ishlayapti. Примерно 5 soat ishlatamiz. Shunda bizning betonimiz bilan avtobeton nasosimizga nechta pul ketayotganini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shunaqa videolarni kutib olmaslik uchun bizga podpisatsiya tugmasini ham bosib qo'yaveringlar. Aytgancha like bosishni ham unutmanglar. Sog' bo'ling.